vivod qildingiz, o'shan bilan bog'lanayotgandik, sertifikatingiz aka. Bu 5-chi yoki 6-chisida sanaganim yo'q. Barakasi tushmasin. Chekini ham ko'rsatib qo'ying. Mana savdo xos уже anchadan beri, salkam menimcha yarim yil bo'lib qoldi-ya. Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun Sultonov Amirjon akaga уже 6-chi vivodlarini topshiryapmiz. 6 million 566 ming so'm pul chiqardilar 25 million hisobdan. Hozir o'zlari bilan bog'lanib vivodlarini topshiramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz Amirjon aka, charchamayapsizmi? Bo'lyaptimi? Yaxshi, rahmat Xudoga shukr. Amirjon aka, bugun yana vivodingiz bilan mana vivod qildingiz. O'shan bilan bog'lanayotgandik, sertifikatingiz aka. Bu nechinchi vivodingiz bo'lyapti Amirjon aka? Bu 5-chi yoki 6-chisida sanaganim yo'q. Barakasi tushmasin. Chekini ham ko'rsatib qo'ying. Mana cheka aka. Sertifikatingiz har doimgidek bizda. Bir Toshkentga kelsangiz, hamma sertifikatlarni yig'ib ketasiz. Xudo xolasa, boraman nasib. Xudo xolasa. Bir ikkita savolim endi Amirjon aka. Mana savdo xos уже anchadan beri, salkam menimcha yarim yil bo'lib qoldi-ya. Yarim yil. Hammasi shaffof bo'lyaptimi? Biz tarafdan qanaqadir nohaqlik qilinmayaptimi? Shu haqida o'zingiz fikringizni bildirsangiz aka. Yo'q, endi hammasi yaxshi joyga. Faqat pul chiqarishga baribir ozgina kechiktirishdi biladi. Hammasi yaxshi, lekin atak chiqarishga mo'qi yo'q. Bunga uzr so'raymiz. Endi qanaqadir force majeurni ustachi bo'lib qolishi mumkin. U qo'ldan kelgancha vivodingizni vaqtida berishga harakat qilamiz. Amirjon aka, savdolaringizga omad tilaymiz. Xudo xolasa keyingi vivodlarni ham kutib qolamiz. Xudo xolasa, rahmat. Mayli, charchamang. Rahmat katta. Rahmat. Sog' bo'ling.